Assalomu alaykum kursimiz qatnashchilari. Bugungi darsligimizda biz BMG Drive o'yini bilan tanishib chiqamiz. Buning uchun BMG Drive ga kirganimizda bizda har doim mana shu interfays, ya'ni mana shu oyna ochiladi. Bu yerda nima bor? Birinchisi запустить игры, ya'ni biz o'yinga kirmoqchi bo'lsak, mana shu запустить игрani bosishimizga to'g'ri keladi. Agar biz qanaqadir papka bilan ishlamoqchi bo'lsak, modlarni joylamoqchi bo'lsak, biz управление пользовательной папка degan bo'limga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir biz o'yinning ichiga kirib, o'yin bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, o'yinga kirganimizda bizda mana shunday interfays chiqadi. Bu ba'zi bir BMG Drive'larning versiyasiga qarab, agar siz 0.24 versiyani tortgan bo'lsangiz, biroz boshqacharoq chiqishi mumkin yoki versiyalar yangilangan vaqtda, hozir 0.36-versiyada turibmiz. Versiyalar o'zgargan vaqtda bu interfays biroz o'zgarishi mumkin. Bu yerda biz asosan foydalanadigan narsamiz, bu yerda Свободный въезд заезд degan bo'limga kiramiz. Xo'p, kirganimizda bizda kartalar chiqadi. Bu yerda e'tibor berishingiz kerakki, mana bu tepasida yozuvlar turgan kartalar Italiya trassa, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya Kavat USA degan kartalarimiz bizda oldindan foydalangan kartalarimiz. Shuning uchun bular davom ettirasanmi degan ma'noda bizda turibdi. Ya'ni biz kartalarimizni saqlanib qilib qo'ysak bo'ladi, o'sha joydan davom ettirib ketsak bo'ladi. Agar biz yangi karta ochmoqchi bo'lsak, aytaylik, biz asosan ishlarimizni ko'proq qaysi kartada qilsak bo'ladi? Hop, sizga osonroq bo'lish uchun mana Rossiya Kavat USA degan papkaga kiramiz. Mana o'zim mana shu papkada kirganman. Bir marta bosadigan bo'lsam, mana menda davom ettirsammi deyapti. Men boshqa kartani tanlaydigan bo'lsam, lekin baribir shu kartani men ochaman, chunki BMG Drive'da bitta kartani ikkita qilib ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun proyektlarim mana shu ichida saqlangan, lekin shuni ochaversak ham bo'laveradi. Keyin yana bir narsaga e'tibor bering. Mana bu yerda kartalarni tanlamoqdaman. Tanlaganimdan keyin ichidagi joylashgan modlari ham mana shu chiqaveradi. Bu hammasi bitta karta hisoblanadi va faqat qayerdan biz o'yinni boshlashimizni shu yerdan tanlashimiz mumkin. Buning uchun xohlasak qaysidir kartaga 2 marta bosamiz, xohlasak bir marta bosib turib so'zat mashina belgisini tanlaymiz. Yana bir narsaga e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Mana shu загрузка bo'limi agar kompyuteringiz qanchalik kuchli bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda test bo'ladi. Keyin siz bu kartangizda agar birinchi marta kirmayotgan bo'lsangiz va qanaqadir modlarni o'rnatgan bo'lsangiz, shunaqa qanaqadir mashinalarni ko'p o'rnatgan bo'lsangiz, buni saqlanib qo'ygan bo'lsangiz, bizda mana shu kartamiz biroz sekinroq ochilishi mumkin. Shu narsaga ham e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Xo'p, mana bizda BMG Drive o'yiniga kirdik. Endi bu yerda nimalar qilishimiz mumkin? Bu yerda birinchi navbatda biz interfaysni boshqarishni o'rganishimiz kerak. Ya'ni biz mashinani atrofida aylanishimiz uchun bizga sichqonchaning o'ng tomoni kerak bo'ladi. Ya'ni sichqonchaning o'ng tomonini bosib turib, biz o'ngga, chapga aylantirishimiz, tepaga, pastga aylantirishimiz mumkin. Bundan tashqari, hozir bizning kameramiz mashinada turibdi. Agar biz kamerada harakatlanmoqchi bo'lsak, bu kameralarni alishtirish yo'llari bor. Misol uchun, kompyuterimizning klaviaturasidagi tepadagi, ya'ni harflarning tepasidagi qatordan biz kamerani tanlashimiz mumkin. Misol uchun, birinchi kamera bu o'zini dastlabki holati, ikkinchi kamera avtomashinaning ichidagi holat, uchinchi kamera lavoydan ko'rinadigan holat, to'rtinchi kamera bu avtomatik tarzda o'zi kadrni aniqlaydi. Ya'ni bu narsa haqida yana batafsil gaplashamiz. Bu kadrlarni o'zi avtomatik ko'rib chiqadi. Hozir biz mashinani harakatlanadigan bo'lsak, hozir pauzada turibdi. Shuni pauzadan chiqarsam, o'sha kamera harakatlanishni boshlaydi. Chunki bu avtomatik o'zi kadr aniqlaydigan kamera hisoblanadi. Ya'ni videolaringizni biroz sifatliroq, silliqroq chiqishiga yordam beradi. Biz bu usuldan foydalansak ham bo'ladi. Kameralar bo'limi bilan gaplashganimizda yana batafsil bunga qaytamiz. Hop, 5-kamera yana lavoy, 6-kamera o'sha yana takrorlanyapti. 7-kamera va hokazo 7 ta kamera bor bizda. Xullas, shulardan foydalansak bo'ladi. Endi avtomashinani harakatlantirish uchun bizda klaviaturamizda strelkalar bor. O'ng tomondagi strelkalar haqida gap ketyapti.
ko'pchilik o'yin o'ynaganda A, S, D hamda W belgilaridan foydalanib o'yinda biza avtomashinani yoki o'yinni boshqarardik. Endi BMG esa u funksiyalar u klaviaturada ishlamaydi, chunki uni o'zini ishlatadigan joy bor. Hozir bu haqida ham yana gaplashamiz. Biz avtomashinani boshqarishimiz uchun o'ngga, chapga hamda ortga, oldinga yurishimiz uchun mana shu strelkalardan foydalanamiz. Hozir biz avtomashinani kamerasida yuribmiz, shuning uchun kamera ham bizni ortimizdan kuzatib kelmoqda. Endi kameradan ba'zi bir holatlarda biz chiqishimiz kerak, ya'ni bizning kartamiz bu hozir mana kartani ochib oling. Xo'p, aytaylik biz hozir bu joydamiz va bizning kartamiz mana bu joyga saqlanib qilganmiz. Qanaqadir chuqur kovlaganmiz yoki qanaqadir modlarni joylashtirganmiz, xolos. Biz mana shu joyga tez kelishimiz kerak. Buning uchun biz nimadan foydalanamiz? Buning uchun biz mashinadan chiqa olishimiz kerak. Birinchi navbatda hozir mashina kamerasida turibmiz. Mashina kamerasidan chiqish uchun kompyuterimiz klaviaturasidan Shift hamda S, ya'ni ruscha S klavishini bosamiz. Hamda bizda avtomashina kameradan chiqdi. Hop, mana kameradan chiqdi. Endi biz harakatlanadigan bo'lsak, endi bu yerda bir narsaga e'tibor bering. Mana harakatlanish vaqtimda endi men strelkalardan emas, boya aytib o'tganimdek A, S, D hamda W klaviaturalaridan men harakat qilmoqdaman. Hamda kamerani men o'ngga, chapga, mana tepaga, pastga qaratib olganim, bu sichqonchani o'ng tomonini ushlab turib amalga oshirmoqdaman. Hop, agar biz sichqonchani umuman ishlatmaydigan bo'lsak yoki shunchaki qimirlatadigan bo'lsak, bizda faqatgina strelka chiqadi. Bu qo'shimcha imkoniyatlar beradi. Bu haqida yana gaplashamiz. Mana bunaqa mashinalarni ko'tarib tushirishimiz yoki nimadir ishlar amalga oshirishimiz mumkin. Bu haqida yana alohida dars bo'ladi. Bu alohida mavzu. Hop, biz hozir o'ngga, chapga harakatlanishimiz uchun klaviaturadan boya aytib o'tgandek A, S, D hamda W belgilaridan foydalanamiz. Misol uchun yerdagiga kirib ketadigan bo'lsak, biz qaytib chiqib olishimiz uchun ko'rdingizmi, tepaga qaraysiz yoki shunday turgan holatda orqaga harakatlanasiz. Endi harakatlanayotgan vaqtda ham biz tez harakatlanishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun aytaylik, mana shu sariq uy oldiga borishim uchun men sekin boryapman, to'g'rimi? Endi bu narsani tezlashtirsak bo'ladi. Tezlashtirish uchun Shift bilan birgalikda tez yurishni amalga oshiramiz. Mana boya aytib o'tgandek, meni yasagan qanaqadir kartam, bu yerda nimadir bo'lishi kerak. Mana bu yerda suv bor, bu yerda o'zim flatbedga o'xshash bir yo'nalish qilganman. Mana shu avtomashinalarning havasi saqlanib bo'lib qolgan. Mana harakatlanishim uchun xuddi shu ko'rinishdagi Shift bilan harakatlanaveramiz. Sichqonchani o'ng tomonini bosib qo'yolmagan holatda. Xo'p, demak biz harakatlanishni to'liq tushundik. BMG ni ichida o'ngga, chapga, ortga bemalol mashina bilan yoki avtomashinasiz harakatlanishni o'rgandik. Yana nima o'rgansak bo'ladi? Xo'p, yana o'rganadigan narsamiz bizda qanaqadir biz BMG ni ichiga kirganimizda bizga challengelar taklif qiladi. Ya'ni ustiga borganimizda qanaqadir yozuv chiqadi, reklamaga o'xshash narsa chiqadi. O'shani bosgan vaqtimizda bizda challengelar chiqadi. Ya'ni har xil musobaqalar, har xil o'zini mashg'ulotlari chiqishi mumkin. Bu narsani biz qanday o'chiramiz? Buning uchun настройка bo'limiga kiramiz hamda bu yerda игровой protsess bo'limiga o'tganimizda adashmasam shu yerda edi. Xo'p, mana bu yerda игровой protsess degan joyda bizda kimnidir interfeys boshqa tilda bo'lishi mumkin. Bizda испытание bo'lib turibdi. Mana shu joyda sizda challenge bo'lishi mumkin. Agar sizda interfeys boshqa tilda bo'ladigan bo'lsa, tilni o'zingiz xohlagan joyingizda yozuv bo'limida almashtira olsangiz bo'ladi. Hozir bizda испытание turibdi. Mana shu narsani biz o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bizga har xil challengelarni, испытаниеlarni taklif qilmaydi. Shu bilan yana eskitni bosib o'zimizni svobodniy vezimizga qaytib olamiz, ya'ni kartamizga qaytib olamiz. Bugungi darsimiz BMG Drive bo'yicha kamerani ichida harakatlanish, kameradan tashqarida harakatlanish, umuman olganda mana shu BMG ni ichida biz harakatlanishni o'rgandik.